ishlarda endi ham qilasalang bo'lmaydi. Bo'ldi. Nima qilishni deydigan bo'lsang. Do'stlar, sizlar uchun ustalar bo'lsa kuniga 1 million so'm toza foyda daromad qilsa bo'ladi. Arendatorlar bo'lsa kuniga 200-300 euro daromad biznes qilsa bo'ladi. Do'stlar, kim Rim koloniya biznesini qilmoqchi bo'lsa, do'stlar, ustalar kuniga quysa 2 kishi ishlab 1 million, 1,5 million pul tushsa bo'ladi. Narxi ustun tumaloqlarini 350 dollardan boshlanadi, do'stlar. To'rtburchaklarniki 600 dollardan boshlanadi. Ya'ni har bittasida 20 santimetrdan 5 ta qatordan qo'shib berishyapti. Agar yangi chiqqan fason 4 tomoni 2 tani tagaligini qolaman deydigan bo'lsa 700 dollardan boshlanadi, 10 santimetrdan 3 ta qo'shib berishyapti. Bundan tashqari, ya'ni mana bunaqa besetkalarga qiladigan yangicha fasonni ham buni ham qiladigan bo'lsangiz, buni ham qo'yib berishyapti, do'stlar. Buni narxini pastki nomerga aloqa chiqib qolasizlar. Plus endi mana bunaqa balasinalar qildirmoqchi bo'lsangiz, 1 metri 120 dollardan boshlanadi. U yog'i uzunligiga qarab ko'tariladi. Do'stlar, 5-6 xil yangiliklar bor. Kimda kim shu biznesni qilib boshlamoqchi bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqib qo'yinglar.